Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi ishtirokida akademik va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Yoshlarni vatanparvarlik va ona yurtga muhabbat, sadoqat ruhida tarbiyalash hamda ustozlar hayot maktabini yanada chuqurroq bilish maqsadida Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi direktori Akmal Saidov akademiyaning professor o'qituvchilari, harbiy xizmatchilar, kursantlari bilan muloqot o'tkazdi. Bugungi uchrashuvni tashkil qilishimizdan asosiy maqsad biz akademiyada tahsil olayotgan kursantlarni kelajakda inson huquqlarini ta'minlash bo'yicha o'z ish faoliyatlarida fuqarolar bilan bo'ladigan munosabatlarda inson huquqlarini keng ta'minlangan holda, foydalangan holda o'sha qo'llashdan iboratdir. Favqulodda vaziyatlar vazirligi shuningdek boshqa davlat organlari va tashkilotlari uchun yuridik kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi va Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, muloqotlar ochiq, samimiy va savol-javoblarga boy bo'ldi. Inson qadri ulug'lanayotgan yurtda bunday uchrashuvlar yoshlarning dunyo qarashi yanada kengayishiga, yurt istiqboli uchun mas'uliyatli bo'lishga undaydi.